Okay. Sağ işlemse. 6. ders geldi. Andaqda bu cüb dersimizde asaslıqı şu biz 5. ders tügengen yeni uqumlarni bir qatın tekrarlap ötübüz. Andaqda şu 6. dersninki başta bir neçe yeni sözler var. Bu yeni sözler arqılıq hamda biz şu 5. ders tügenip ötken sözlerini qanday qilib ötübüz desanlar. Yo'q, so'zlar emas. Jumla shakllarida bir takrorlab o'tamiz. Okay. Ana birinchi so'z nima ekan qaranglar. Ana birinchi so'z qarab baqsaq nima desanglar? Make. Okay, make. Birinchisi tushunami? Ikkinchi qo'shma tovush. Bu qo'shma tovushni deb o'qiymiz desanglar. A. Okay, A harfi bormi? Demakchi shu ikkinchi harfmi A harfi? Shunday bo'lganda ekan hamda bu nima bo'ldi desanglar? Make. Okay, make. All right, and the make deganimiz marka. Masalan, bu shuni ko'rib turibsizlar. Har xil masalan, Marasning markasi, Kapa, shunami? Cadillac, Starbucks. Okay, Starbucks deyapti. Dunyoning eng mashhur qahvaxonaning markasi. Demakchi, Arman, demakchi bu shirkatlarning nimasi logosi. Ma'lum rasmdagilar logo. Logo. Bizningki logomi banda PPT nomor bo'yicha tushunami? Logo va shu marka belgisi. Hamda men yerga make deganimiz nima desam, shu marka. Demak, hamda shu markaning belgisini make deymiz, make. Ammo bugun nurg'un make'larni o'rganmoqchi. Qaranglar. Birinchi so'z nima, ya'ni ikkinchi so'z nima ekan? Swedish. Good. Swedish. Hamda men degan tovush bor ekan-ku. Buni kulimsirab, qishimiz ustiga ko'tarildi. Swedish. Okay, Swedish. Ana Swedish deganimiz Shvetsiya. Bu Shvetsiya Yevropadagi davlat. Bu Shvetsariya emas, uni. Shvetsariyaning bo'lsa Swiss deymiz, lekin mana Swedish. Davlat bayrog'ini ekranda ko'rib turibsizlar. Shvetsiyaning Swedish deymiz. Bu Shvetsiyaniki albatta mehmonxona boshqarish, sayohatchilik hamda iqtisod fanlarida oliy maktabda o'qisangiz intayin danglab hisobda hali bo'ldigan davlat. Okay. Swedish, Shvetsiyaning, shunami? Xo'sh, and next one is English. Good. English. And the English deganimiz ingliz tili, shunami? Biz bildirganimiz. Hozir o'rganayotgan tilimiz naqsh shu ingliz tili. English deganimiz shu ingliz tili yoki Angliyalik degan gap. Qaranglar, kim bu rasmda? David Beckham, shunami? Bu Beckham hisobda Angliyalik, shunami? Angliyalik deganda shu English. Hamsi men Angliyalik deymiz. I am English. Ham siz Angliyalik mu deganicha? Are you English? Okay, English. Demak, hamda shu English, Angliyalik. Okay, bro, with one. English. Good. What about this? Who are these people? Okay. President Barack Hussein Obama, the President of the United States. Another one is Schwarzenegger. And the Schwarzenegger deganimiz hamda algirki Kaliforniyaniki shtat boshlig'i. He was the champion of world bodybuilding competition. Bodybuilding degan badan chiniqtirish, shunami? Kasbiy badan chiniqtirish chempioni, kino cho'lpini, shunami? Danglashasiz. Bular nalik? Bular American. Jasoatashlar mishni o'qiganda xato o'qiydi. American deb, shu American emas bu. Birinchi tovush nima? Tushunamizmi? Okay, hamda urg'u nega tushirgan insonlar deb tushirgan. American. Good. American. Demakchi deganda qanday sal kuchliroq o'qiymiz. American. Good. Nima deb o'qir qollar? American. Good. American, Amerikalik. Amsa ular bo'lsa Amerikalik. Demakchi Obama bilan Schwarzenegger nalik Amerikalik. They are American. Yaxshi. They are American. Good. Next one is Italian. All right, Italian. Okay, I'm the Italian degan nima bo'ldi? Italiyalik yoki Italiyaning. Italian. Okay, I'm the Italian. Masalan, Italiyaning mashinasi, Italian car. Okay, Italian car. And Italiyaninki okay, o'quvchi, Italiyalik o'quvchi bo'lsa, Italian student. Shunami? Italian student degandek. Okay, bu nima bo'ldi? Italian.
All right. Italian. İtalyalik şunama. Good. Next one. Look at this. Okay. Bu qaysi mashinasi arkadaşlar? Okay. Esatda dünyadagi eng bexatar markada qaralgan bir mashina markasi bu nima? Volvo. Okay. Volvo. Esatda dunyoda ham shu Volvoning injeneri shu bexatarlik tasmasini shu mashinadagicha shu Volvoning injeneri ijod qilgan. Shu nima? Volvo. Good. Volvo degan nima? Volvo. Okay. What about this? This one is Peugeot. Okay, Peugeot. And that one o'qanday qattiqsanlar bo'ldi. Peugeot. Okay. Shu Peugeotning belgisi, markasi, Peugeot markali mashina. Bu nima mashinasi? French car. Good. Next one is Mercedes. Okay, Mercedes. All right, Mercedes degan nima? Mercedes. Shu Germaniyaning mashina markasi bu Mercedes. Okay, good. Next one is Toyota. Good. Toyota. Xo'sh, hamda Toyota deganimiz Toyota. Shunaqa yana bircha O ana o'qanda nima? O deb o'qiymiz. Hargiz O emas. O Toyota. Okay, Toyota. Yaxshi. Toyota. Okay, hamda Toyota deganimiz shu Toyota markali mashina. Rasmni ko'rib turibsizlarmi? Good. Next one is Dao. All right. Dao. Yaxshi. Ana Dao deganimiz shu Dao markaliq nima mashina. Dao. Yaxshi. Dao. Good. Next one is Mini. Okay. A Mini. But nima? Mini. Okay. Mini markaliq mashina. Angliyaning mashinasi. We can say it is an English car. English car. What about this? This one is Ford. Yes, Ford. Bu qas marka Ford markasi. Ford. It's an American car, right? American. Good. The next one is Fiat. Okay, Fiat. The Fiat nano markasi bo'ldi. Fiat mashinasi. Bu odatda okay, Fiat.